Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz reaktiv quvvat haqida gaplashamiz. Reaktiv quvvat bu uch fazali elektrodvigatellarda yoki transformatorlarda magnit maydon hosil qilish uchun ishlatiladigan quvvat reaktiv quvvat deyiladi. Reaktiv quvvat odatda hech qanday ish bajarmaydi. Reaktiv quvvat bizga tok va kuchlanish orasidagi faza siljishini hosil qilib beradi. Bu esa bizda quyidagicha formula bilan topiladi. Q bizda reaktiv quvvat hisoblanadi. Reaktiv quvvatning birligi var, kilovar, megavarlarda o'lchanadi. Asosan reaktiv quvvat bateriya hisoblanadi, ya'ni isrof qilinayotgan quvvat hisoblanadi. Reaktiv quvvatni qanchalik isrof bo'layotganligini reaktiv quvvat koeffitsiyenti orqali aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni bizda aktiv quvvatimiz koeffitsiyenti kosinus fi edi, reaktiv quvvat koeffitsiyenti esa sinus fi hisoblanadi. Agar bizda aktiv quvvat koeffitsiyenti kosinus fi ma'lum bo'lsa, sinus fini quyidagicha topamiz. Bizda har doim ham elektrodvigatellarda sinus fi berilmaydi, lekin kosinus fi elektrodvigatelimiz birikkalarida kosinus fining qiymati ko'rsatib ketiladi. Agar kosinus fi bizga ma'lum bo'lsa, elektrodvigatelda reaktiv quvvatni koeffitsiyenti, ya'ni sinus fini topishimiz uchun trigonometrik ayniyatdan foydalanamiz. Ya'ni kosinus kvadrat fi plus sinus kvadrat fi birga teng. Buni hamma matematikadan xabari borlar tushunadi. Bunda xuddi tenglama yechamiz va sinus fimiz bizga ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat fini beradi. Agar bizda reaktiv quvvat, aktiv quvvat va to'la quvvat aniq bo'lgan bo'lsa, buni quyidagicha usul bilan ham topishimiz mumkin. Ya'ni sinus fimiz Pifagor teoremasi orqali quvvatlar uchburchagidan qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati sinus fini beradi. Xuddi shu usulda ham sinus fini aniqlab olishimiz mumkin. Sinus fi bizga iste'molchimizda qanchalik ko'p reaktiv quvvat iste'mol qilayotganligini topish uchun zarur parametrlardan hisoblanadi. Bu asosan iste'molchilardagi isroflarni aniqlashga va uni reaktiv quvvat kompensatsiyasi orqali isroflarni kamaytirishga yordam beradigan parametr hisoblanadi. Bu parametrimiz qanchalik 0 ga intilsa, aktiv quvvatimiz 1 ga intiladi. Natijada iste'molchilarda kamroq energiya isrofi kuzatiladi.